Assalomu alaykum mehribonlarim. Mana qarangda. Bultir bitta nishona beruvdi. Bu yil rosa gulladi. Katta nok. Mana qarang, boshigacha gullagan. 10 kun bo'layapti pomidorlarimni ekib tashlavdim. Qarangda. Buna yomg'irni Xudo berdi-da rosa. So'rab yotuvdim. Ta'tilda bolalarim har kuni kechqurun quyardi suv. Orqada savuzlarim ham chiqib qolgan. Narg'isi mana o kartishka. Bu ham chiqib qoldi. Bu yog'i pomidor 300 tub ekkanman. Bolgarskiy, orqada bor. Baqlajon, karam. Mana ular ekitib anor, yonida olma, mana qizil olma. Mana u bir tub sada. Yonidan chiqqani shu etib kattarib ketdi. Mana bu yoqdagi mana to'nkani yorib oldik bir 2 yil oldin. Bu yonidagi ham mana qarang kattarganin. Shu Allohdan so'rayvering. Allohdan o'zga panohimiz yo'q. Alloh hammamizni ofiyat qilaversin. Mana uzumlarimiz. Endi osamiz bularni. Takosh qilsam chaqiraman, kelasiz. Xayr, omon bo'ling. Yaxshi kunda ko'rishaylik.